Hammaga salom. Bu videoni maksimalniy tarqatinglar. Bugun 16-sanada o'zim uyimga xo'jayinim ketgan payt, ishga ketgan payt eshigim ochiq qolib ketgan ekan. Begona hijobli ayol kirdi-da. O'g'lim ko'tarishga harakat qildi. O'g'lim ko'targanda o'g'lim chinqirib yig'lab yubordi. Yugurib chiqib qaraganimda u ayol o'zimni uyimda, o'zimni yotoqxonamga kirib, o'g'lim yotoqxonamda edi. Bolamni olib chiqib ketishga harakat qilyapti. U ayol yugurib kirib, o'sha bolani ko'tarib chiqib ketayotgan payt orqasidan kirib qoldim. Bolani qo'y joyiga deganimda, u ayol qo'ymasligini aytdim. Qaranglar, iltimos, begona ayollar kirganda, begona odamlarga eshiklarni ochmanglar. Men o'zim ehtiyotkorligim bo'lmagani uchun bilmasam qaramay qolgan ekanman, eshigim ochiq qolib ketgan ekan. Begonalarni ko'rdingmi? Uni sraz biriziki qilaylik. Mahallada begona ayollar ko'paymasin. Zangitada imini bu gap zangitaliklarga tegishli. Zangitada begona ayol ko'paydi, begona odamlar ko'paydi. Ya'ni hijobda shu ish qilishyapti, bolalarni olib ketib qolishyapti. O'zimni mahallamda, o'zim zangitada bolalar juda ko'p yo'qolyapti. Mana hozirgacha bolam g'inshib yuribdi. Chunki bolam juda qo'rqib qoldi. Men rasmga olishga ulgurmay qoldim, chunki bolam papalarni ko'rayotganda telefonimni gilam tagiga qo'yib qo'ygan ekan, topolmay qoldim. O'sha payt u ayolni uydan pichoqli o'qtalib, baqir-chaqiriq bilan uydan chiqazib bordim. Hurmatli ota-onalar, eshigimizni begonalarga ochib qoldirmaylik. Men qilgan xatoni hech kim qilmasin. Begonalar kirmasin uyga. Bolamiz ehtiyotkorligini qilaylik. Hamma bu videoni hamma zangataliklarga maksimal darajada jo'natib qo'yaylik.